Essay o'qishdan maqsadim o'zimni oldin men hozirashut, ya'ni milliy buxgalteriyani o'rgangandim. Keyin buni davom ettirish maqsadida hozir endi FBA akademiyasiga keldim, ya'ni essay paperlarni olganim. Assalomu alaykum. Men Fayziyev Muhammadali. Hozirda Toshkent davlat iqtisodiyot institutini 3-kursini bitirdim. Men 6-avgustda bo'lib o'tgan Financial Accounting, ya'ni F3 paperida 80 ball qo'lga kiritdim. Bunda menga yordam bergan FBA akademiyasi va shu yerda ta'lim beradigan ustozim Asilbek akaga kattakon rahmat. Birinchi paperim hozir menda F3 bo'ldi. Kelajakda maqsadim F7, F5, F9 paperlarni ham olish. Bu paperlarni olishdan menga maqsad chetga ketib, biron bir yaxshi ish topib yoki o'zimizda O'zbekistonda katta Big 4 ga o'xshagan kompaniyalarga ishga kirish maqsadim bor. F3 paperini olish uchun 80 ball qo'lga kiritish juda oson bo'lmadi. Bunda menga Asilbek akani dars metodikalari yordam berdi. Ular ekzamenda tushadigan har bitta narsani o'zlari tushuntirib, astoydil ko'rsatib berardilar. Shuni yordamida time managementga ham qaratgan e'tiborlariga juda katta yordam berdi menga. Time managementga qarab, vaqtni to'g'ri taqsimlab, misollarni yechib 80 ballni qo'lga kiritdim. Agar sizlarni ham международный buxgalteriyani o'rganish niyatingiz bo'lsa, FBA akademiyasini maslahat beraman. Bu yerdagi ustozlarning hammasi juda tajribali va o'zining ishini biladigan ustozlar. FBA Academy. Study ACCA with professionals.